Tasavvur qiling, siz shunchalik aqllisizki, FIFA qoidalarini siz tufayli o'zgartiradi. Mana, FIFA'ni qoidalarini o'zgartirishga majbur qilgan 4 o'yinchi. 4-o'rinda Emiliano Martinez. U nafaqat penaltilarni to'xtatdi, balki to'pni ushlashdan oldin, ular bilan gaplashishdan va hammasini to'liq diqqatini yo'qotishdan oldin ham ularni asabiylashtirdi. Bu shunchalik yaxshi ishladiki, qoidalarni o'zgartirishdi. Endi darvozabonlarga zarbani chalg'itish taqiqlanadi. 3-o'rinda Peter Schmeichel. Euro 1992 turnirida u vaqt sotib olish uchun aqlli strategiyadan foydalandi. U to'pni himoyachisiga uzatdi va raqib yaqinlashganda darhol uni qo'liga oldi. Shuning uchun tezlikni kamaytirib, nazoratni ushlab qoldi. Bu shunchalik yaxshi ishladiki, FIFA qoidalarini o'zgartirishga majbur bo'ldi. Bugungi kunda darvozabonlarga jamoadoshidan orqaga uzatilgan pasdan so'ng to'pni